ikkinchi modulda asosiy darsi. Ozgina korreksiya qildik va asosiy darsga o'tyapmiz. Demak, bu oyda biz ilohiy qonunlarni o'tamiz. Birinchi oy ichingizga bag'ishlangan bo'lsa, ikkinchi oy tashqi olam bilan munosabatingizga bag'ishlangan. Demak, siz tashqi olam bilan munosabatga kirishingiz uchun ichki holatingizni ozgina nazorat qilishni bilishingiz kerak edi va birinchi oy to'liq bunga bag'ishlandi. Har bir dars, har bir amaliyot sizni ichki holatingizni egalik qilishingizga qaratilgan. Ikkinchi modulimizda birinchi eng asosiy darsimiz, eng asosiy hayotimizni qonunlaridan biri bu birlik qonuni. Dunyodagi har bir narsa, hamma yo'q, absolyutno hamma narsa shu qonun asosida yaralgan. Birlik qonuni asosida. Din birlik qonuni asosida yaratilgan. Davlatlar birlik qonuni asosida, oilalar birlik qonuni asosida, korxonalar birlik qonuni asosida, ya'ni butun olam birlik qonuniga bo'ysunadi. Birlik qonuni nimani bildiradi? Har bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar birlikni bir qismi. Masalan, aytaylik, men bu barmoq bo'lsa, Kasimova bu barmoq, Shopolatova bu barmoq, Ziyodochka bu barmoq, Zuhra xola bu barmoq, bu yog'i Nargiza, bu yog'i Baxtigul. Shunaqa qilib hammamiz bittaga bo'ysunamiz. Qalban biz bittamiz. Ya'ni Allohning bir qismimiz, hammamiz bir xilmiz. Endi qarang. Bu barmoq xohlayapti, bu barmoq yo'q bo'lishini. Nimaga bu bor deyapti? Nimaga bu bunaqa deyapti? Nimaga bu kalta? Nimaga bu uzunmas? Nimaga bu orqada turibdi deyapti bu barmoqni? Deyapti. Korchi menga yoqmayapsan deyapti. Tasavvur qilasizlar? Yoqmayapti-da, bu yo'q bo'lishini xohlayapti. Sen yo'q bo'lsang bizga yaxshi bo'ladi. Ya'ni bizning hayotimizdagi agar kimnidir ichimizda yomon ko'rsak, xafa bo'lsak, nolasak, norozi bo'lsak, demak biz birlik qonunini buzyapmiz. Biz u bilan bir butun bo'lishni xohlamayapmiz. Savol sizlarga. Kimlar bilan bir butun bo'lishni siz xohlamaysiz? Kimlar bor? Hozir chestni yozinglar. Kimlar bilan bir butun bo'lishga siz qarshisiz? Xohlamaysiz bir butun bo'lishni. Mana shu bir butun bo'laman, mana shu bilan kerak emas menga deysiz. Yozing. Qarang, chestni bo'linglar. Mana shu bilan men bir butun bo'lgim yo'q deydi. Tasavvur plus kerak emas menga. Konkretniy odamlar kerak. Nima deydi? Aldamang meni pluslaringizni. Davay, yozinglar. Kim bilan bir butun bo'lgingiz yo'q? Qayerda birlik qonunini buzyapsiz? Ovsinim bilan, молодец, ovsinim bilan. Meni aldab ketgan insonlardan bir bola olmayapman. Bir bola olmayapman. Meni aldab ketgan insonlar necha kishi? Orzugul yozing. Ustoz, men sizdan boshqasini xohlamayapman. Qaynonam, qaynisinglim, erim etimni jimirlatib yuborishadi. Erim bilan atrofdagilar bilan. Mental ubirkadan keyin hamma yaxshi. Shoirxa o'ylab ko'ring. 10 ta kishi bilan juda zo'r Orzugul. Bizda chestliklar ko'p. Qani hamma yozsin. Zuhra xola yozing. Feruzochka yozing. Gulnoraxonning qizi yozing. Qani kim yozmayapti? Tolibjonovni yozmayapti, Eldora yozmayapti. Yozinglar. Razaxonova yozmayapti. Odamlar bilan juda yaxshi Feruzochka. Yozinglar. 2 kishi. Aha. Erkaklar juda zo'r. Shoiraxon, молодец. Zuhra xola yozing. Tak. Ishxonada sheriklar bilan juda yaxshi. Men endi kirdim nima haqida? Anovi qiz ham. Aha.
Kimni yozishni bilmayapman. Xohlasangiz 5 ta 10 ta deb yozavering Talibjonimni. O'rtoqlarim bilan juda yaxshi. Biz dars o'tyapmiz, birlik qonunini o'tyapmiz va birlik qonuni bo'yicha Alloh bizni bitta qilib yaratgan, hammamizni bir xil qilib, qalblarimiz bitta qilib yaratgan. Endi men savol beryapman, Razoxonova, kim bilan bir butun bo'lgisi kelmayapti? Bo'lmasa-yu, men bilan bir butun bo'lmasin deyapsiz. Men sobiq erim, keyin bir qarindoshimiz bor. Aha, Shopolatova 11 ta. Baxtigul 5 ta, Husniya 4 ta. Tak. Zuhra xola nimaga yozmayapsiz? Интересно. Yettita Takirovna, aha. Sanab chiqdinglar. Men atrofdagilar boshqacha energiyasiz ekanini angladim. Oldin ularni mendan ustun qo'yganman, endi esa o'zimni. Tak. Zuhra xola yozmadi baribir. Kim qolib ketdi yana? Azizichka, siz ham yozmadingiz. Anasbek. Ko'rmadimmi? Yo'q, yozmabsiz. Rasaxonova 3 ta. Aha. Tak, yozmaganlar yozishga harakat qilinglar. Endi qarang. Keling faraz qilamiz rak hujayrasini. Bilasizlar? Onkologiya rak hujayrasini tasavvur qilinglar. Rak hujayrasi o'zini funksiyasini bajarmay qo'yadi. Rak hujayrasi o'zini ishini bajarmay qo'yadi. Masalan, qonni o'ziga olib turib, keyingisiga yetkazib berish vazifasini, ya'ni qandaydir vazifani bajarmay qo'yadi. Borliqqa xizmat qilmay qo'yadi. Ya'ni tanani borliq deb oladigan bo'lsak, rak hujayrasini inson deb oladigan bo'lsak, o'sha hujayra tanaga yordam bermay qo'yadi. Tanadan ajralgisi keladi. Ya'ni kimnidir qabul qilib, kimnidir qabul qila olmaydi. Natijada u borliqqa xizmat qilmaydi va borliq aytadi: "Tak, bo'lmasa sen biz ichimizda bo'lishing kerak emas" deydi va uni chiqarishga harakat qiladi. Ya'ni itarib chiqarishga harakat qiladi. Isitma chiqaradi, nimadirlar chiqaradi. Ya'ni rad etadi. Ya'ni biz borliqqa, birlikka xizmat qilayotganimizda birlik bizga yordam beradi. Birlikka xizmat qilayotganingizni ko'rsatgan saringiz, his qilgan saringiz, xohlagan saringiz, qadam bosgan saringiz birlik sizga yordam beradi. Ya'ni u ko'ryapti sizni, unga intilayotganingizni, u ham sizga intiladi. Ya'ni agar sizga pul kerak bo'lsa, sevgi kerak bo'lsa, demak siz shu yo'nalishda qadam bosishni boshlashingiz kerak. Ya'ni oddiy masalan, pulda tushuntiraman. Pulni biz topishimiz uchun, demak, kim bilandir munosabat o'rnatishimiz kerak. 5 million topish uchun, aytaylik, 20 ta odam bilan munosabat o'rnatishimiz kerak. 10 million topish uchun biz уже 50 ta odam bilan munosabat o'rnatishimiz kerak. 100 million topish uchun, aytaylik, 100 ta odam bilan munosabat o'rnatishimiz kerak. Ya'ni biz odamlarga xizmat qilish orqali bizga ne'mat keladi. Biz insonlarga xizmat qilishimiz orqali bizga ne'mat keladi. Agar siz majburlikdan qilsangiz nimanidir, qarzdan qilsangiz nimanidir, demak siz buni bermayapsiz, xizmat qilmayapsiz degani. Ya'ni har doim bizni eng asosiy prinsipimiz bu ichki olam birlamish. Agar siz ichingizda qarshi bo'lsangiz, rozi bo'lmasangiz, demak tashqarida bu narsa qaytadi. Siz ichingizda roziligingiz tashqarida ne'mat bo'lib qaytadi. Birlik qonuni asosida biz birlikka xizmat qilganimizda, birlik bizga xizmat qiladi. Biz xohlaymiz bizda sevgi ko'p bo'lishini, bolalarimiz rivojlanishini,
pullarimiz ko'p bo'lishini xohlaymiz, rivojlanishni xohlaymiz, mijozlarimiz ko'p bo'lishini xohlaymiz. Agar biz ko'p bo'lishini xohlasak, demak biz olamga xizmat qilishni tushunishimiz kerak. Ya'ni birlikni qabul qilganingizda, birlikka rozi bo'lganingizda siz butunlashasiz va sizni quvvatingiz butunlashadi. Siz birlikka xizmat qilganingizda birlik ham sizga xizmat qiladi. Hammani muhokama qilganman, hech kimni loyiq ko'rmaganman. Bu bilan siz ziyodachiga ajratgansiz odamlarni, mana sen birlikka munosib emassan, mana men munosibman degansiz. Yoki teskarisi, mana men munosib emasman, kimdir munosib deb baholagansiz. Birlik qonuni asosida biz birlik qonuniga xizmat qilsak, birlik qonuni bizga xizmat qiladi. O'zim zreniyasi 4 edi. O'zim ustimda ishlaganimdan beri 2ga o'tibdi. O'zgarish zo'r, juda zo'r. Chunki bizni har bir darsimiz sizni birlik qonuniga kirib borishingizga, amal qilishingizga qaratilgan. Hatto o'zingizga yaxshi munosabatda bo'lish ham bu birlik qonuniga daxldor narsa. Tak. Men hozir hech kimni yomon ko'rganim yo'q. Qancha siz insonlarga ochilgansiz, shuncha yengilliksizlar. Ovsinim juda katta nurda yashaydi, qabul qiladi, kurashmaydi. Rozilik hissi juda katta va unga butun oila qalban hamohang xizmatda. Vohid va buni ko'ra olganingiz judayam zo'r. Buni ko'rganingiz, his qilganingiz. O'zimga loyiq ko'rmagan ekanman hech kimni, o'zim anglamagan holatda qilgan ekanman. Oxiri o'zim yolg'iz qoldim. Haqiqatda. Tushundinglar, biz insonlarga ochilish uchun dunyoga kelganmiz. Dastlab 1 kishi, 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 10 kishi, 100 kishida biz shu yo'nalishda ketamiz. Har doim qanchadir odamga qalbimizni ochdikmi, demak biz kengaydik. Qalb ochish bu qabul qilish, o'sha insonni to'liq qabul qilish. Menda juda qizg'anchiqlik bor. Endi faraz qiling, qizg'anchiqlik aks ettirish qonunini yana tushunganimizda tushunib olasiz. Siz qizg'anchilik qilyapsizda, mana Shopolatova bunday deyapsiz, mana. Siz bosh barmoqsizda siz aytyapsiz. Tak, bu barmoqqa deyapsiz, mana u nomsiz barmoqqa qon bormasin deyapsiz. Tushunyapsiz? Qon slishkom ko'p, qon hammaga yetadi, lekin siz aytyapsiz, yetmay qoladi menga yetmay qoladi. Bormasin bunga deyapsiz. Qon menga yetmay qoladi, bunga bormasin deyapsiz. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? Qizg'anchiqlik mana xuddi shu narsa. Meni qalbimni ochiq dudis coach olganimda. Menda norozilik kuchli edi. Ustoz, biz nurga o'tganimiz sari tutunda yurgan inson yoqmay qoladimi? Da, yoqmay qoladi, lekin siz
energiyasi yoqmay qoladi, g'ashingiz keltiradi, lekin siz bir payt o'zida uni birlik qonuni asosida buni haqqi bor tutunda yashashga. Xohlasa yashaversin. Mana men faqat bu yoqda bo'lib turaman. Faqat men shart emas u bilan munosabatda bo'lishim deb o'zingizga mas'uliyatni olasiz. Uni haqqi yo'qmi tutunda yashashga? Men kira olmayapman. Nargizichka ko'rib qo'yingchi, Jumaboyevni kira olmayapman. Rostdan yoqmayapti, tushkunlikka tushib hech nima yoqmayapti. Xo'jayinim bilan shu borada kelisholmay qolyapman. Nima borasida kelisholmay qolyapsiz? Shokoladmi? Nimani borasida kelisholmay qolyapsiz? Butun borliq, butun insoniyat bir-biriga xizmatga kelgan. Biri nimadir qila oladi, biri ikkinchisini qila olmaydi. Masalan, kimdir sochni o'qit qila oladi, kimdir yuzni qiladi, kimdir ovqat pishiradi. Ya'ni ko'chada oshxona ochadi. Kimdir tozalovchilik qiladi, kimdir gilam chiqarish fabrikasini boshqaradi. Kimdir televizor ishlab chiqarishda, kimdir mana o'qitadi. Ya'ni hammamiz xilma-xilligimizdan bir-birimizga har doim yordam beramiz. Xo'jayinim bilan shu borada kelisholmay qolyapman. U kishi ko'proq tutunda yuradi. Tutunini hurmat qilganingizda bunda o'zgarish bo'ladi. Agar siz tutunini hurmat qilmasangiz, demak olishyapsiz, demak oldindan tanlayapsiz. Yana 3-mavzuga qaytasiz. Shopoladov 3-mavzuga qaratasiz, borasiz o'tga aytasiz. Eringiz mana bugun yoqmayaptimi? Demak, bugun eringiz yoqmasligini tanlov qilgansiz. Bugun eringiz bilan kelisha olmay qolishda tanlov qilib qo'ygansiz. Yana bitta yutug'i, hozir har bitta odamda nurni ko'ra olyapman, har bitta odamni qabul qila olyapman. Birovni qabul qila olmayotganimni sezib qolsam, darrov ta'zim qilish texnikasini qilaman. O'sha odamga ta'zim qilaman. Yaxshi esladingiz, hozir texnika o'rgataman. Menda ham xuddi shu holat. Men hozir ko'p mayda negativlarga toqat qila olmay qolganman. Men hozir hech kimni hayotiga aralashmaydigan, ichimda muhokama qilmay qo'yganman. Men yaxshi. Qaranglar. Qanday qilamiz? Ustoz, biz hozirdan yarata olamizmi? Ozgina nurda bo'lsak ham. Biz postoyanno yaratganmiz. Azizichka, har doim yaratganmiz. Tug'ilganimizdan boshlab yaratamiz. Nimani tanlov qilsak, shuni yaratganmiz. Hamma tutunli voqeani yaratganmiz. Tutunimizni ham yaratganmiz-da. Ya'ni bu bizda bor bu. Biz bugun ko'zingiz ko'rib turgan narsani yaratib bo'lgansiz. Endi bu ham bo'lsin, bu ham bo'lsin, bu ham bo'lsin deganingizda bu yaralgan. Men havas qilgan, o'zini rivojlantirgan insonlar ham o'ziga ruxsat bera olmaydigan tomonlari bor ekan. Boshqatdan. Men havas qilgan, o'zini rivojlantirgan insonlar ham o'ziga ruxsat bera olmaydigan tomon. Конечно, moqchihra, конечно. Albatta, ular ham odam. Qancha narsaga odam ruxsat bera olmaydi o'ziga. Urisi ko'p narsa bilan bog'liq. Конечно. Ustoz, o'qiyotganimni erimga aytganim yo'q. Erimga aytishim kerakmi? Aytsam unamay qo'yadi. Men bunaqa qilaymi, qilmaymi degan savollarga menda javob yo'q. Xohlasangiz siz o'zingiz bilasiz. Agar unamay qo'yadi desangiz, конечно, unamay qo'yadi. Albatta. Menga boy insonlar hayoti ko'rsatilyapti. U kishi tarbiyada qattiqqo'llik qiladilar, men esa bosim qilmaslik tarafdoriman. Shu bo'yicha ikki xil fikrlayapmiz. Bolalarim hayron, qaysi tarafga yurishni bilmaydi. Shokoladova, nimani tanlaysiz unda? Erim ikkovimizni fikrimiz bir joydan chiqyapti. Tanli. Men kecha Qorsitsiga borib, maza qilib, osurlar bilan o'ynab keldim. Hozircha men darsni tushunmaganimni o'ylab turibman. Amakimning qizi kuchli energiyada yuradi, rosa hazilkash, lekin 90% odamlar ustidan kulib hazil qiladi. Shunisi yoqmaydi. Demak, shu bilan energiyasini ko'taradi u olimjonovdan.
Zo'r holat. Darsni tushunmasangiz, takroran eshitasiz kerakli joylarini, takror eshitib olasiz. Demak, biz insonlarga qalbimiz ochgan sarimiz, bu ham Allohning bandasi. Men prosta qabul qila olmayapman buni. Men uchun bu hozir mukammal emas deb o'zingiz bilan prosta kelib gaplashasiz yoki daftarga yozasiz. Allohga yozganingizda qarab, aytasiz. Biz birlik qonunida birlamiz deysiz. Birlik qonuni bo'yicha biz bittamiz deysiz. Endi qarang, qanday qilib ko'ra olamiz uni ilohiy ruhini. Xo'jayin hazillashib ko'p yolg'on gapirardi, har safar urishib berardi. Bugun 5 qilgan hazillarni gapirib turganlarida avvalga jahlim chiqdi, lekin o'zimga kelib shu holatni ham qabul qilib hurmat qildim. Tak, demak, qanday qilib ko'ramiz insonni ilohiy energiyasini. Tak, hozir ko'zlaringizni yuming. Ko'zlaringizni yuming. Va tasavvur qiling, ro'paringizda xohlagan insoningizni, farzandlaringiz faraz qiling. Любой farzandingiz tasavvur qiling. Bolalaringiz faraz qiling. Unga qarab ayting ichingizda, senda Allohning ruhi bor deng. Senda Allohning ruhi bor. Sen mukammalsan. Senda Allohning ruhi bor, sen mukammalsan. Ichida nurli ustunni ko'rishga harakat qiling. Ya'ni ko'z yumib ko'rsangiz ham bo'ladi, ko'z ochib ko'rsangiz ham bo'ladi. Tasavvur qiling, umurtqasi nurli, ichida nurli ustuni bor. Tasavvur qiling, ichida nurli ustun turibdi. Xuddi umurtqasidan tepagacha nurli ustun ichida bor. Xuddi ichida nur bor. Semiz nurli truba bor. Umurtqasida. Ko'rganlar, endi boshqa odamni tasavvur qiling. O'sha yoqtirmayotgan odamingizni qabul qiling, ko'ring. O'sha insoningizni tasavvur qiling. Qabul qila olmayotgan insoningizni tasavvur qiling. Unga ham xuddi shu gaplarni ayting. Sen Allohning bandasisan. Alloh seni mukammal yaratgan. Seni ichingda Allohning ruhi bor. Tasavvur qilasiz ichida nurli ustuni borligini. His qiling, uni nurli ustuni borligini. Kim qila oldi, kim qila olmadi? Qani plus minus qo'yinglarchi. Ustoz chechilar hamma yozuv darslarni har kuni yozishimiz kerakmi? Holatga qarab, azizchika, agar minus tomonga o'tib ketayotgan bo'lsangiz, ketma-ket har kuni yozishga harakat qilish kerak. Kasima tasavvur qila olmadi. Zuhra молодец, Feruza Haloli, Ahmedova, Husniya. Qildimi, uni baribir yomon ko'ryapman. Nafaqat yomon ko'ravering. Bir qilib olmadingizmi? Subhanalloh.
Men bajara oldim. Rostdan ham qabul qila olmagan insonimda yumshash bo'ldi. Молодец, Shopillat. Va bu xuddi shu joyi menga rosa kerak, qiziqarli joyda. Qabul qila olmayotgan odamni tasavvur qilishim qiyin bo'ldi, lekin qila oldim. Juda zo'r, Vahida va Plus. Menda sotuvlar ko'p, barakali pullar ko'p, sotuvlar ko'p menda. Abdulqasimova nima deyapsiz? Nurli ustim qani? Nurli ustim qani? Chala qildi. Alloh ruhi bor bo'lgani uchun hurmat uyg'ondi unga. Молодец, Zuhra, молодец. Bunaqa anglashlaringlar menga rosa muhim. Именно shu uchun qilamiz aslida. Shu bolt buralyapti ichingizda. Siz qilayotganingizda qaysidir boltingiz buralishi uchun qilyapsiz. Alloh ruhi borligi uchun uni hurmat qilishni boshladim. Ya'ni sizni qaysidir qismingiz tushunib qoldi unda Alloh ruhi borligini. U ham mukammalligini tushunib qoldi. Sharafdinga qildim, negadir nur ko'rmadim. Tak, birinchi Shahobiddinga qiling, Zuhra xola, keyin unga qilasiz. Keyin kelinlaringizga qiling. O'sha hurmat uyg'onib qabul qilgandim, lekin yana o'sha yomon ko'rish holatiga tushib qolyapman. Jumabayevni srazu chiqmaysiz. Prosta qilaverasiz, tinimsiz qilasiz, ongizga aytasiz. Yomon ko'rsang ko'proq qilaman deysiz. Yomon ko'rsang ko'proq qilaman deysiz. Kasima, nimaga qila olmaysiz? Kasima, birinchi yaqinlaringizga qiling, yaqin insonlaringizga qiling, keyin o'sha onangizga qiling, dadangizga qiling, keyin sekin o'tkazing. Jumabayevni sizga ham shu gap. Birinchi yaxshi ko'rganlarimizga qilamiz, qalbimiz kimga ochiq, keyin o'sha kimlarga qalbimizni yopib olganmiz, ularga qilamiz. Ya'ni ongimizni tarbiyalaymiz. Birlik qonuniga amal qilishga olib kelamiz. Chunki birlik qonunini buzdingiz degani bo'ldi. Siz menga hech qanaqa tartib hayotimda, rivoj, hech narsa menda bo'lmasin deganingiz bo'ladi. Birlik qonunini buzib qo'yganingizda sizda buzilish bo'ladi hayotingizda. Unda Alloh ruhi borligini qabul qilganda ichimdagi nafrat kamaydi. Keyin nurini ko'ra oldim. Молодец-da. Kimlarga nisbatan bu qonunni buzib qo'ygan ekansiz? Qani yozinglarchi? Hech ikkitadan yozinglar. Mana bunga buzibman deb yozinglar. Hech yo'q, ikkitadan, uchtadan yozinglar. Mana men bunga nisbatan birlik qonunini buzibman. Молодец. Nafisa opam, Muqaddam opam, erim. Juda yaxshi. Biz birlik qonunini buzganimizda nima deymiz? Bu odam va meni o'rtamda hech qanaqa yaxshilik bo'lmasin degan bo'lamiz. Meni va bu odam o'rtasida yaxshilik bo'lmasin degan bo'lamiz. Men o'zim yo'q, faqat boshqalarni o'ylayman. Dadam, qaynatam, erim, mendan keyingi singlim. Молодец, Shopillatova. Erimga, bolalarimga. Zo'r dilfuzichka. 3 taga. Katta opam, qaynonam, buvim. Erim, kuyovim, qaynonam, qaynoqam. Juda zo'r. Erim yoqmay kelgan doimo rashqi. Qag'ashimni keltirgan. Yaxshi tushunmadim. Qizim, erim. Voy, ustoz, zo'r ekan bu qonun, ichimdagi yuk yengillayapti. Da, endi ko'chaga chiqqaninglarda qayerda yursanglar ham har bir insonni ichida bu nurni ko'rasizlar. Ya'ni o'zingizni nazaringizni shunaqa qilib tarbiyalaysizlar. Ichki nazaringlarda shunaqa qilib tarbiyalaysizlar. Orqasi qop-qora ko'rindi, nurni o'zim majburan yaratdim. Mayli, Tolibjonovni. Hozircha majburan qilaveringlar. Endi tarbiyalayapsizlar, endi yaratyapsizlar. Ovsinim xolam, kelinim.
boshdan eshitib bajaraman. Tushunarli, Gulbahor. Siz borliq qonunini buzgansangiz, demak, borliqqa aytgan bo'lasiz. Menga yaxshilik kelmasin sendan degan bo'lasiz. Sen orqali menga yaxshilik kelmasin degan bo'lasiz. Rashkka so'rog'i yoqmay kelgan. Aha. Hozir singlim qarindoshlarimni guruhida qizg'onchiq ekanligimni aytib kulayotgan edi. Undan rosa jahlim chiqayotgan edi. Singlimga ham bajarib ko'rdim. Молодец, Shopolatova. Juda zo'r. Men ham endi kirdim, unaqa tushunmayapman. Hech qisi yo'q Jumabayevni. Zapisda eshitib qilaverasizlar. Hozir menga bir daqiqa. Bolam uxlamayotganini bilib qoldim. Qaysidir sezgim bilan. Qani, nima gaplar? O'zimga qilsam bo'ladimi? Конечно, o'zingizga qiling. Albatta, o'zingizga birinchi o'rinda qilinglar. Oynaga qarab, ichingizda ustunni ko'ringlar. Mana men o'zim hozir efirda ko'rib turibman. Ichki ustunimni his qilyapman. Menga nimadir, negadir oldingidek ko'rinmay qoldi. Sekin-sekin boshqatdan tarbiyalab olasiz. Zuhra xola, sekin-sekin tarbiyalab olasiz. Initiatsiya yozinglar, nurni ko'rmoqchi bo'lsanglar. E'tibor qilgan bo'lsanglar, qalb ochish initiatsiyasida men hamma yo'lni berganman. Ya'ni biz o'tishimiz kerak bo'lgan yo'lda hammasi bor. O'sha yerda ham qayta yozib chiqish bilan vibratsiyalar ham ko'tariladi, birlik qonuniga ham boshqatdan amal qilishni boshlaysizlar. Super praktika ekanda. Savolim, men ko'rolmayman, hissim yopilib ketganmi, nima maslahat bering? Yo'q, oddiy prosta men ko'ryapman deb prosta tasavvur qiling yoki bir rasmini chizib oling. Unda ko'zingiz oldiga rasmini chizib oling. Tasavvur qilish uchun. O'zimizga ham qilishimiz kerak. Конечно, o'zimizga qilishimiz kerak. Hamma tushunda. Demak, biz borliqqa xizmat qilganimizda, borliq bizga yordam berishni boshlaydi. Birlik qonuni asosida biz kim bilandir qalbimizni ochganimizda, borliq bizga qalbini ochadi. Bizda coaching 3 bu dars o'tilganda juda ko'pchilik boshqa tomonini ham tushundi. Hayvonlar bilan birligimizni, tabiat bilan birligimizni, energiyalar bilan birligimiz, masalan, quyosh, havo, suv, yer energiyalar bilan birligimizni, ya'ni birlik qonunini keng darajada tushunishga harakat qilinglar. Har bir hayvon, jonzot, o'simlik darajasida, har bir davlat darajasida, ya'ni biz ichimizda bor-ku, kimnidir qabul qilamiz, kimnidir qabul qilmaymiz. Qaysidir davlat yaxshi, qaysidir davlat yomon. Qaysidir davlat noto'g'ri yashayapti, qaysidir davlat to'g'ri yashayapti. Mana shu hamma holatlar bizni kurashga olib ketadi. Keling, men yana bitta amaliyot beraman.
Yana bitta amaliyot. Так, сразу голосовой qilib yozib tashlab qo'yaman. Demak, yozib chiqasiz nimalardan noroziligingizni birinchi. Aytaylik, davlatdan norozisiz, aytaylik eringizdan norozisiz, eringiz qarindoshlaridan, farzandlaringizdan norozisiz, keliningizdan, nevaralardan norozisiz, ota-onangizdan norozisiz, opa-buvingizdan norozisiz, farqi yo'q kimdan noroziligingizni. Puldan norozisiz, kreditdan norozisiz. Bularni hammasini yozib chiqasiz. Keyin hammasini rangli qog'ozchalarga alohida yozib chiqasiz. Masalan, aytaylik bitta qog'ozchaga yozasiz. Pul deysiz, ichiga yozasiz. Kredit, pul bo'yicha nimani qabul qila olmayapsiz. Yozasiz. Oyligim, agar oyligingiz past bo'lsa yozasiz. Oyligim deb yozasiz. Eringizni pulisiga kelmasa yozasiz. Erimni puli deysiz. Ya'ni siz topasiz. Kimlarni nimalarni qabul qilmayapsiz. Qayerda sizda to'qnash bor. Qayerda siz kim bilandir norozilikdasiz. Kim bilandir birlasha olmayapsiz. Bularni yozasiz. Varoqchalarga yozib, har biriga peshonangizga qo'yasiz har birini va sajda qilasiz. Qanday sajda qilamiz? Qo'yamiz ro'paramizga, u haqidagi hamma narsa biza esimizga keladi va aytamiz. Allohim, meni hayotimda mana shuni yaratding. Men so'ragandirman, bilib-bilmay so'ragandirman, lekin bugun meni hayotimda bu bor. Allohim, men roziman deysiz. Bu praktika nomi rozilik amaliyoti. Qo'yasizda, rost mana sajda qilasiz. Pastga qo'yib, sajda qilasizda, his qilib turishingiz kerak. To'la egilganingizni, taningiz to'la rozilikka o'tayotganini. Davay, hamma qog'ozga yozsin. Любой qog'ozcha oling yoningizga. Plus qo'yib yuboring, любой narsani yozing. Yozing, erim deb yozing yoki qanaqadir qabul qila olmayotganingizni yozing. Zo'ra xola o'g'lim deb yozing. Qolganlar ham xohlaganini yozsin. Joynamoz ustidan. Shart emas joynamoz ustida, lekin joynamozni ustida qilsangiz ham zo'r bo'ladi. Chunki energiyasini his qilasiz. Joynamozda o'zini energiyasi bor. Chunki siz har safar joynamozda o'tirganingizda Alloh bilan ulanaman degan nazarda o'tirgansiz va joynamoz energetik joyga aylangan. Zo'r bo'ladi agar joynamozda qila olsangiz. Shopolat va молодец yozing qog'ozga. Qizimdagi nosog'lomlik, sog'lomsizlik yozing. Varoqqa yozinglar, xuddi shunaqa deb varoqchaga yozinglar. Yozib bo'lganlar plus qo'yib yuboringlar. Yoqtirmagan voqealar deb yozsak bo'ladimi? Yo'q, konkretna narsa bo'lishi kerak. Husniya, konkretna. Mana shu voqea deb o'sha voqeani yozing xohlasangiz. U voqeada qatnashgan insonlar yozishchi yoki sababni yozsangizchi. Shu yoqtirmagan voqeaga sababchini yozsangiz bo'ladi. Qarzlarim juda zo'r. Mana shunaqa gap, shunaqa so'z bo'lsin, bitta yo ikkita so'z bilan ifodalaydigan bo'lsin. Sog'lomsizligim. Aha. Tak, plus qo'yib yuboringlar yozib bo'lganlar. Молодец. Молодец. Orzugul. Men keyinroq qilaman, oldimda xo'jayinim bor. Mayli. Men qildim, lekin qo'rqib
ketdim, ichimdan titrab. Nimadan qo'rqdingiz? Voy nima? Qabul qilmayapman. Oddiyroq narsadan boshlab turing. Vohidova, vahima qilmasdan, kichikroq narsadan boshlang. Kim bu? Shuncha yozib yuborgan. Zuhra, bittasiga qilib turing, bittasiga. Keling, pul oyligingizga qilasiz, oddiyroq. Qo'y qo'rqitmanglar o'zinglarni. Oddiyroq narsadan boshlanglar. Oddiyroq. Qiynalmaymiz ongimiz. Biz endi o'rganyapmiz. Bugun master bo'lib ketishingiz kerak joyi yo'q. Umuman. Bugun siz ikkichi bo'lishga haqqingiz bor. Ikkichi bo'lsangiz yetadi. Все. Biz ishimiz ro'paramizga qo'yamiz. Ashrofni qizlari. Bo'laveradi. Ro'paringizga qo'ying. Joy namoziga qo'ying, chekkasiga qo'ying. Sajda qiladigan joyingizga qo'ying. Ayting. Allohim, men roziman. Shu narsani hayotimda borligiga roziman. Ya'ni siz Allohga topshiryapsiz irodangizni deysizmi, qanday aytamiz? Kurashmayman deb topshiryapsiz. Ya'ni har bir kurashayotgan narsamiz bizni eng katta quvvatimizni ketkazyapti. Joyi bir. Ikkinchisi, birlikka qarshi chiqyapmiz deganida, biz u vaziyatga qarshi bo'lganimiz, birlikka qarshimiz degani. Va undan norozi bo'lganingizda bu takrorlansin deganingiz bo'ladi. E'tibor qiling. Nimadan norozi bo'lsangiz, bu takrorlansin deganingiz bo'ladi. Bu holat, bu inson yana shunaqa qilsin, yana takrorlansin deganingiz bo'ladi. Ziyoda, shu gapni yozib bering. Nima bilan kurashsak, bu takrorlansin deganimiz bo'ladi. Bo'g'zim tiqilib yig'layapman. Молодец, Vakil. Tak, yozasizda peshoningizni tekkizib, ta'zim qiling. Sajdadasiz. Siz hozir sajda qiling. Qo'yib olgan bo'lsangiz hamma narsani yoningizga. Taningizni tekshiring. Prosta taningizda qo'yib yuborilish boshlanganini tekshiring. Taningizda dim turib olgan joylar borki, qo'yib yuborayotganini sezing. Xuddiki siz sajda orqali topshiryapsiz. Taningizdan chiqishiga imkon beryapsiz. Polniy bo'shashtiring. Agar sajda qilganingizda bo'shashmayotgan bo'lsangiz, tapalag'ingiz chiqib yotib oling. Ham yotib oling. Men ojizman deb yotib olyapsiz. Ya'ni men boshqa kurashmayman deb yotyapsiz. Hozir shu kerak edi ekan. Hozir tanamizni o'rgatyapmiz. Zaryadni yig'maslikka o'rgatyapmiz. Rozilikka avtomatik o'tkazishga o'rgatyapmiz. Endi o'rgatyapmiz. Sekin qilinglar. Nima bilan kurashsak, bu takrorlanishini xohlayotgan bo'lamiz. Rahmat. Tak. Qilganda yotinglar. Taningizda qo'yib yuborilish buguncha yotishga harakat qilinglar. Bitta vaziyatni olyapmizda, biz unga Allohim bo'ldi, boshqa kurashmayman deb tanamizdagi kurashish, qattiq ushlab olish joyini topshiryapmiz va bu bilan biz birlikka xizmat qilishga tayyorman deb o'zimiz bilan kelishyapmiz. O'zi bugun shu sajda qilish haqida sizdan so'ramoqchi edim, javobni oldim. Aha. Juda zo'r hamma. Biz Allohga sajda qilyapmiz. Allohim, mana men roziman deb Allohga sajda qilyapmiz. Prosta ko'rsatyapmiz. Mo sabab men rozi bo'la olmagan ekanman seni irodangga. Men hozir bunga roziman. Ya'ni biz bu bilan kurashayotgan narsamizni sababini to'xtatyapmiz. Bu kurashmay qo'raman, menga yaxshilik kelaversin degan ma'noda qilyapmiz. Ma'no, mohiyat yetib boryapti hammaga. Ha, haqiqatdan sindim. Alloh, men ojizman qudrating oldida. Tak, menga rosa qiziq. Tahirovna, shu yerdamisiz? Qilyapsizmi? Qila oldingizmi? Davay, qizlar yozinglar. Jumabayevna.
unchalik his qila olmadim. 2-3 marta qilsa bo'ladimi bir narsa? Конечно. Dilfuza, o'rningizdan turmang, yotavering. Taningizni qo'yib yuborishini kuting. Taningiz просто bo'shashsin. Bo'shashsin taningiz. Просто bo'shating taningizni. Men hozir sizlardan murakkab, sizlar bilmaydigan narsani aytmayapman. Просто taningizni bo'shashtiring deyapman. Jumabayda biz bosim o'tkazmayapmiz. Tak boshqatda. O'zingiz просто bo'sh qo'ying. Allohni oldida hamisha ojizmiz. Rosa yig'layapman, ko'nglim bo'shashib ketdi-da. Bu yig'lashinglar tozalanayotganlik belgisi, qo'yib yuborayotganingiz belgisi. Chunki shuncha payt quvvatingizni shunga kerak emas narsaga sarfladingiz. Bor energiyangiz kurashgani ketdi, rozilikka o'zgartirgani ketmadi, kurashgani ketdi. Qisgani ketdi, taningizni qisgani ketdi. Taningiz qisganingizdan keyin qon tomirlar ham qisiladi-da, hamma yoq qisiladi. Menda oshqozonda sanchiq ozgina og'riq bo'ldi, yaxshi. Juda zo'r reaksiya, taningiz reaksiya bildiryapti-da. Qo'yib yubormayman deb reaksiya bildiryapti. Siz keyin qo'yib yuboraveraylik deng. Keyin qo'yib yuboraveraylik deng. Bu vaziyat menga rozilikni o'rgatmoqchi bo'lgandir. Kurashmaslikni o'rgatmoqchi bo'lgandir. Va juda zo'r anglashlar ketyapti. Молодец. Так, kimda nima gap? Axirovna, sizdan hech narsa ko'rmadim hali. Qarang, darsimiz qanaqa qulay paytda bo'lyapti. Davay qilinglar. Mashhura hech narsa yozmadingiz. Tak, Orzugul yozdimi? Lekin Orzugul yaxshi yozyapti o'zi. Yangi bo'yicha Moqchehra yozmabdi. Azizichka yozmabdi. Dilfuza yozyapti. Azag'anova yozdi, Zuhra yozdi, Mahliyo yozmadi, Eldora. Ishtamisiz yana Eldorchika? Eldora yozmadi. Husniya ko'rmadim. Ko'rdim. Feruza yozmadi, Ahmedova. Qarisiz. Ahmedova yozdi. Молодец. Zuhra xola yozmadi hali. Baxtigul. Qani Baxtigul? Baxtigul ham yozmadi. Shopolatova. Qanisiz? Shopolatova ham yozmadi. Ziyodchika yozdi. Men bugun Allohim ojizman deb takrorlab yurdim. Juda yaxshi. Yaxshi tasavvur qila olmayapman. Qizlar, men tasavvur qilish haqida gapirganim yo'q umuman. Biz tasavvur qilmayapmiz. Biz yotyapmiz, sajdada просто sajda qilyapmiz. Joynamoz bo'lishi shart emas. Bor bo'lsa zo'r, yo'q bo'lsa shart emas. Agar yerga yotib olishda iloji yo'q bo'lsa, просто peshaningizni stolga qo'ying. Tekshiring. Taningizni bo'shashtirayotganingizni tekshiring. Bo'ldi, biz tasavvur qilmayapmiz. Bo'shashtiring. Qo'llaringiz, yelkalaringiz, bo'ynalaringiz, yuzlaringiz, taningiz, qorningiz, oyoqlaringiz, jinsiy organlaringiz. Просто bo'shashtiring. Voqea sababchisi o'lib ketgan, uni aybi yo'qligini aytib, hammasi Allohning ishligini angladi. Juda yaxshi Husniya, juda yaxshi. Sal-pal tan olyapman, lekin qalbim og'riyapti. Xuddi shunaqa bo'lib shifolanamiz. Jumabayev. Biz hozir o'zimizni bo'shashtirishni o'rganyapmiz, xolos. Tanamizni bo'shashtirishni. Siz ko'ryapsiz, nima tufayli qisib olgansiz taningizni. Men hozir shuni qo'yib yuborishni o'rganyapsiz. To'g'ri ustoz, juda katta quvvat sarflagan ekanman. Молодец. Mana mana shu anglashlar kerak bizga. His qilyapman, juda qiynalib ketgan ekan tanamda. Молодец. Qon tomirlarimda qisilish hisobiga ancha muammolar kelib chiqayotganida juda zo'r. Hatto qornimdagi homilamga qon yetib bormasdan homilam nobud bo'lib qolardi. Вот, ko'rasizlarmi? Qayerda sababda bo'shashtiring. Oson bo'lmadi, lekin yuragimda jimirlash bo'ldi. Katta bosim bor edi. Молодец. Men o'zimni yengil his qilyapman. Juda zo'r, Zuhra. Mana shunaqa anglash uchun, bo'shashtirish uchun qilyapsizlar xolos. Boshqalar bilan o'zinglar solishtirmanglar. Sizga anglash kelmasa, bizga вообще farqi yo'q. Men maqtayotganimga qara, men siz taningizni bo'shashtirish bilan ovora bo'lavering. Qo'yib yubormaganingiz uchun shunaqa bo'ladi.
Oshqozon yorug', o'sha voqeani o'ylaganimda ham shunday bo'ladi. Qani so'raganlarim yozmadinglar-ku. Feruzichka, Mashhura, yoshlar, qanisizlar? Hurmatli yoshlar. Rosa suzilib kelyapti. Qanaqa praktika? Tahirovni hozir zapisda qilasiz. Hozir tugataman, zapis tashlayman, qilasiz. Lekin bu praktikani qilmay uxlamanglar. Hamma eshitib oldi. Qilmay uxlamanglar. Hech yo'q, 4ta 5taga qilib uxlanglar. Feruzichka, yozmayapsiz. Mashhura, zapisda yana uxlab qoladi. Tahirovni oxirini qilasiz, xo'p? Oxirini mana zapisni oxirini ochasiz, ikkinchi darsni oxirini ochasiz. 10 marta sakrab turib keyin eshiting. Men ham qildim, o'xshadi shekilli. Молодец, Feruzichka, молодец. Qani Mashhura, yozasizmi, yo'qmi? Mashhura, men tinch qo'ymayman sizlarni. Xo'p, ustoz qilaman. Hozir qiling. Просто qog'ozda bor deb tasavvur qilib уже qilinglar. Tak, Tahirovna, давай. Qilavering. Ro'paringizga yomon ko'rgan odamingizni ismi yozilgan deb tasavvur qilamiz hozir. И sajda qiling. Сразу yerga o'tiring, давай. Tezda bo'linglar. Menda g'azab ham ko'tarildi. Hech qisi yo'q. Taningizni yana boshqatdan bo'shashtiring. Ro'paringizda bu qog'oz turibdi deb faraz qilasizlar, yozishinglar shart emas, hozir shoshilyapmiz. Tahirovna, tiz cho'kingda, ro'paringizda o'sha qog'ozda yozilgan odam turibdi. Ismi yozilgan. Siz aytyapsiz, Allohim. Da, meni hozir shu hislarim bor shu insonga. Meni g'azabim bor shu insonga. Shunaqa deyapsiz-da. Sajda qiling. Allohim, men roziman. Men boshqa kurashmayman. Allohim, men boshqa kurashmayman. Men endi roziman deysiz. Mana eng asosiy gap men roziman deyish yetarli. Minnatdorman, bir bola qo'shmanglar. Men roziman, yetar. Ta'zim qiling, sajda qiling. Просто sajda qilganingizda Tahirovda o'zingizni bo'sh qo'shik harakat qilmang. Sajda qildingiz, sajdada taningiz qo'yib yuborayotganini his qiling. Bo'shashtiring taningizni. Biz ishimiz просто bo'shashtirish. Buni ortidan menda juda katta naf bor. Alloh menga yaxshiliklarni yashirgan, hech kimning aybi yo'q, hech kim aybdor emas. Молодец, Vahid. Davay, Mashhura qilyapsiz, Tahirovni qilyapsiz, bo'lishinglar. Juda behalovat bo'ldi, keyin qo'yib yubordim. Ajoyib bo'lar ekan, ustoz, juda yaxshi. Hamma norozilik holatlarim, qabul qilmagan insonlarim bitta-bitta o'tyapti ko'z oldimdan. Maza qilib yengillayapman. Nimadandir asraganda. Men qalb ochish insiyatsiya eshitib keyin qilaman shekilli. Zuhra xola, qiling, hozir qiling. Hozir qiling. Qalb ochish insiyatsiyasi. Hozir sразу qilinglar. Azizichka, nimaga qo'l ko'tardingiz? Ochdim mikrofoningizni, gapiringchi. Men qildim, yelkam og'rib turdi, shundoq bo'shashib, yengil bo'lib qoldim. Молодец, Razaxonova. Ustoz, ancha yengillashdim, juda zo'r. Bosilib ketdi shekilli. Shu. Qo'l ko'tarsanglar chalg'iyman. Qani, Tahirovna, qildingizmi? Yozing. Plus qo'ying, qildim deng. Mashhura, qildingizmi? Eldora, nima gap? Sizlar tekshirib qo'ying. Judayam bo'shashdim. Da, молодец, Eldorchika. Mana endi tanangizda kerakli resurs kerakli joyga boradi. Kurashgani ketmaydi. Resurs kurashgani ketmaydi. Menikini o'qimadingiz. Rostdan o'qimabman. Men birinchi ko'kragim o'rtasi xavqiradi, keyin yotganimni ko'rib kichkina qizim ana tur deb yig'aldi. Qilolmadim, zapisda qilaman. Abob. Ustoz, ertaklaman juda oson qilib tushuntirdingiz. Abob. Ulgurmadim shularni o'qishga. Rozilik darajasiga chiqish meni oliy orzuim bo'ladi. Kunda bugundan boshlayman. Молодец. Menda hech yig'i
kirmayapti. Qolmayapti. O'qiyolmadim. Men yuragimda qalbimda og'riqli tez urish. Qayerda o'tib ketib qoldim. Kasalliklarga ham yoziladimda, albatta. Nimaga energiyasi bekor ketayotgan bo'lsa, shularga qilinadi. Men endi yengil bo'ldim, hozir qildim. Klassni. Tahirovna mashhura. Qani? Sizlarni ham ko'raylikchi. Nima gap? Qildim ustoz, ko'nglim g'ashlandi, yuragim urishi tezlashib, keyin yengil bo'ldim. Juda zo'r. Rosa yaxshi, to'g'ri jarayonlarda bosib o'tibsiz. Mashhura-da. Birinchi g'ashingiz keladi, qilgisi kelmaydi-da, keyin ko'tariladi, tezlashib, klassni, keyin yengil bo'ldi. Xuddi shunaqa jarayondan o'tasizlar. Agar ro'paringizdagi vaziyat shunaqa og'ir bo'lsa-da. Ya'ni hozir taningiz srazu yashab berdi. 10 kunga cho'zmadi, 3 yilga cho'zmadi. Hozir momentalno bitta amaliyotda 1 minut ketadigan amaliyotda yashab tugatdingiz. Qanaqa zo'r. Har kuni bizdan qilamizmi? Yo'q. Bugun уже 5 taga qilib keyin yotasizlar. Ustoz, ozishim uchun qanday qilaman? Sal o'rgatib yuboring. Mental уборка уже sizga yordam beradi. Просто Baxtigul, biz buni 8 oy o'tamiz-da. 8 oy o'tamiz. Nur va tutunga o'xshagan fundamentalniy praktika ekanda. Fundamentalniy praktika. Bugun 5 taga qilinglar. Meniki o'zimniki mashincha. Endi menda yo'q narsani o'zi yo'q ichida. Men ma'rif bilan olishaman. Ya'ni maktablar bor-ku, maktablar tizimi bor-ku, tizim bilan olishaman. Farmakologiya tizimi bilan olishaman. O'qitish tizimi bilan olishaman-da. Men rosa katta narsalar bilan ham olishaman. Men bularni yozib chiqib hammasiga ta'zim qilib chiqaman. Menda rosa ko'p. Men buni konkretni bir marta o'tirib qilaman, haftada bir marta qilaman. Ya'ni ko'rib chiqaman yana nimalar bor. Qo'shish kerak bo'lsa qo'shaman, yozish kerak bo'lsa yozaman. Har qalay eskilar chiqib ketmagan menda. Hammasiga ta'zim qilaman. Yer planetasi bor menda. Mana shunaqa qilib keyin qilib yozib olganman o'zimga. Mana shunaqa qilib Allohim, men roziman. Allohim, men boshqa olishmayman deb har biri bilan ishlayman. Haftada bir marta hammasiga qilaman. Mana bir marta o'tirib hammaga qilib chiqaman. Ba'zida energiyam yetmasa yarmiga qilaman, keyin yarmiga boshqa kuni qilaman. Ustoz, yana qilaman, ko'nglim yorishib ketdi. Молодец, mashhura. Qaysidir momentda anglash bo'ldi-ku, lekin oldingidan sal kamaydi kibrim. Tahirovna juda zo'r. Qarang, olishasiz-da, zачем olishish va energiyangizni qilasiz. Taningizni просто qo'yib yuborayotganini his qilasiz. Azizichka, qo'yib yuborayotganini his qilasiz-da, qilayotganingizda. Taningizni bo'shashtirib chiqasiz. Rozilikni chuqur his qilishingiz umuman keragi yo'q. 1% siz yetadi. 99 norozilik, 1% his qilish bu уже zo'r natija. Siz aytgan bilan men ham olishaman. Jizni ochib berdingiz. Bizni ochib berdingiz, a? Shunaqa qilib, bugun уже hech yo'q, 5 ta 10 taga mana o'sha stavkam oshib ketyapti. 5 ta 10 taga ta'zim qilib uxlang, уже taningizni oldin kirmagan joylariga energiyalar yursin. Qo'yvormagan joylaringizga energiyalar yursin. Qarang, Baxtigul. Buni ozishga ham qilsangiz bo'laveradi-da, как раз. Ya'ni olishgani kuch kerak deb taningiz yog' yig'adi, kuch yig'adi taningizga. Olishmayapman, bo'ldi, qo'yib yuborsangiz, уже sizdan chiqib ketadi. Qanaqa zo'r. Menda shunaqa 1% rozilik bo'ldi. Yetadi, Shopolatova, yetadi. Ertaga yana qilasiz, hozir yana qilasiz. Yotishdan oldin ko'proq qilinglar, keyin qo'yib yuboringlar. Bu sizni birlikka xizmat qilishingizga tayyorlayapti. Sizda rosa katta ochilishlar bo'ladi. Sizlar nimaga kelgansizlar bu yoqqa? Sevgi 5x, pul 10x, bolalar bilan ilohiy sevgi munosabatlari qancha ko'payishiga kelgansizlarda. Mana mashqlar sekin bir-biriga kompleks yondashib yordam berib sizni to'la taningizdan shu sevgi oqimini kuchaytirishga olib keladi. Energiya oqimini kuchaytirishga olib keladi. Bu hamma yo'q degani, bu pul degani, bu hamma narsa degani.
Rahmat, go'zal ustozjonim. Sizga ham rahmat. Tak, bugungi darsimiz shundan iborat. Demak, sizga topshiriq, to'la noroziliklaringizni yozib chiqasiz. Qayerda birlik qonunini buzganingizni anglashlaringizni yozib qoldirasiz. Videochalar qilib yozsangiz вообще zo'r, klassno. Agar shunaqa qila olsanglar, tanangizdan yana energiya o'tishi uchun to'la qog'ozchalarga yozib chiqasiz. Men buni rangli stikerlarga yozaman. Har xil rangli stiker, hozir rasmga olib tashlab qo'yaman sizlarga. Rangli stikerlarga yozib chiqaman. Nima yozganimni tashlamayman. Rangli stikerni tasavvur qilasizlar, to'rtburchak. Shunga har xil ranglarga har xil qilib yozib chiqaman, shunaqa qildiraman. Farzandlarimni o'rtoqdek bo'lib boryapmiz. Молодец. Ustoz, mentorlardan metall uborkani bir kishiga qilishga sotib olsak ham bo'ladimi yo faqat paket olishimiz kerakmi? Paket olganingiz yaxshi. Metall uborkani hech yo'q 5 taga olinglar. 5 tasi 750 ming bo'ladimi? 150 mingdan 750 ming bo'ladi 5 tasida. 750 minglik sotib oling. Sizni ancha munchasini ishlatib qo'yadi. Chunki bu ham konsultatsiya, ham sessiya, hamma yo'q ichida. Zo'r tozalanish bo'ladi. Qadrli xiyonat, hayotimda borliging roziman. Bunda sen emas aybdor, bu Allohning irodasi, xohishi va men tanlovim qabul qildim. Sen menikisan, meni bir qismimsan, jigarim, yuragim kabi. Вообще zo'r Vohid. Zo'r bilimlar o'rganyapman. Siz taniganimdan Allohdan rosa minnatdor. Klassni. Demak, yozib, minnatdorlik bildirib, rozilik bildirib, his qilib, taningizni oshiqcha keraksiz mental yuklardan bo'shatib, bugun dam berasiz. Mana men ham qilaman, bugun mana sizlarga eslatdim. Ozgincha dam olib, men ham qilib, keyin dam olaman. Da birga yashayapmiz-ku. Yashaymizmi? Siz unga ketayotgan quvvatni tanangizda saqlab, taningizni shifolashda o'rganyapsiz. Hech qanaqa garantiya hech narsa gapirmayman Vohidova. Prosta energiyangiz o'zingizda saqlanishini yaratishda o'rganyapsiz. Bu bir qismi. Hozir men mana bo'ldi, mana shu praktika bilan bir narsa bo'ladi deyishimni kutmang Vohidova. Sizga bir pasda hozir bitta narsada zo'r bo'lib qolsa-da, menda qilganimda ichimda ovoz keldi. Juda yaxshi. Minnatdorman, sog' bo'ling. Hozir yana qilasizlar, anglashinglar, yozib tashlanglar. Men ham yotgunimcha bularni ko'raman, ertaga yana o'qiyman. Xayrli tun hammaga, rozilikda, kechqurun, yengil bo'lib uxlang. Xayrli tun.